Bugun yoshlar orasida ilm-fan va texnologiyaga qiziqish tobora ortib boryapti. Jizzax viloyatining Baxmal tumanida yashovchi 17 yoshli Sodiqjon Abdujabborov ham ana shunday izlanuvchan yoshlardan. U qishloq xo'jaligida piyoz ekish jarayonini yengillashtirish maqsadida mini traktor yasadi. Ahamiyatlisi, yosh ixtirochining ushbu qurilmasi dehqonlarga vaqt va mablag'ni tejash, eng muhimi, mehnat unumdorligini oshirishga xizmat qiladi. Baxmal tumanidagi Novqa qishlog'ida yashovchi Sodiqjon Abdujabborov 17 yoshda. U yozgi ta'tilda Sirdaryo viloyatida piyoz yetishtirish bilan shug'ullanuvchi qarindoshlariga yordam berish uchun borgan vaqtlarida jarayonning qiyinchiligini o'z ko'zi bilan ko'rgan. Bolaligidan texnikaga qiziqishi baland bo'lgan qahramonimiz ishni osonlashtirish uchun kichik uskuna yasaydi. Piyoz ekadigan selkani kichkinasini yasaganman. Qo'lda tortib ekadiganidan 1 gektarga yaqin o'sha bilan ekdi. Keyin uni hosili yaxshi bo'ldi. Boshida bu o'yinchoq-ku, nima qilasizlar, buni ektirmanglar, boshqa degan gaplar bo'ldi. O'zimni qarindoshim bo'lgani uchun ekib ko'rdik. Natijasi zo'r bo'ldi. Keyingi yil o'sha aytgan odamlar hammasi menga ham ekib bering, menga ham ekib bering deb talash bo'lib qoldi. Uskuna dastlabki sinovdan muvaffaqiyatli o'tganidan so'ng keyingi 1 yil uni mukammallashtirish uchun sarflandi. Motori Tiko motor, korobkasini Matizga qo'yilgan, o'rtasiga Nivani razdatkasi qo'yilgan, orqasiga Volgani zadniy most qo'yilgan, balonlari Spark'ga. Gusnicasi lentaga temirlarni boltka yordamida qotirib yasalgan. Birinchi gusnicasi yo'q edi. Yo'q vaqti balonni kichkinaligi hisobiga botib qolaverdi, loy joylarda yurmay qoldi. Zanjirli qilish keyin bu g'oya tug'ilgan. Endi xato kamchiliklar ko'p bo'ldi. Shuni yo'lga qo'yib olguncha 100 milliondan ko'proq xarajat ketib qoldi. Qo'limda turgan ushbu piyoz urug'lari mana bu bunkerdan shaffof shlang orqali pastga tushadi. Piyozning ekilish chuqurligi esa dehqonning talabi hamda yerning namlik darajasidan kelib chiqib belgilanadi. Piyoz ekishga mo'ljallangan mini traktor yordamida Jizzax viloyatidan tashqari qo'shni Samarqand va Sirdaryo viloyatlarida jami 60 gektar yerga piyoz urug'lari qadaldi. Bir kunda 5 gektargacha maydonga ekish imkoni mavjud. Sodiqjon ayni vaqtda ta'limni akademik litseyda davom ettirayotgani sababli ekish jarayonlarida uning otasi boshqosh bo'lmoqda. Bola ko'zi yonib turgandan keyin iloji yo'q sarflar ekansiz. Endi birdaniga ketmagan u, mayda-mayda ketgan. Shu tanishlarimdan metallarini topib berganman. O'sha motorlarini, boshqalarini topib berganman. Bunaqangi natija berishiga o'zim ham ishonmaganman, gapni ochig'i. Shu bolani ko'ngli uchun xo'p deganman. Sirdaryo viloyatida pashta 27 gektar ob-havo noqulay sharoit bo'lgan taqdirda 27 gektar ekdik. Samarqand viloyatining Pastarqom tumanlarida, Bulung'ur tumanida ekdik o'zimizda, endi Baxmal tumanida ham ekyapmiz hozir. Eng ko'p daromad qilganimiz bir kunda 7,5 million so'mgacha ishlaganmizda. Qahramonimiz oilada 3 nafar farzandning kenjasi. Otasi va akasi ham texnikaga befarq bo'lmagani uchun dasturxon ustidagi suhbatlar ham ko'pincha ayni shu mavzuda bo'ladi. Dilbandining qiziqishlarini qo'llab-quvvatlagan ota-ona bugun o'g'lining jamiyatga kerakli shaxs bo'lib voyaga yetayotganidan xursand.